ishtirok etadi. 40-rasmda Fransiya prezidenti va Polsha bosh vaziri, 40-rasmda Fransiya prezidenti va Italiya bosh vazirini ko'rishimiz mumkin. Fransiya Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasi tomonidan har yili qabul qilinadigan Eron, Shimoliy Koreya va Myanmadagi inson huquqlari holatiga oid 3 ta mamlakat bo'yicha rezolyutsiyaning muallifi bo'lib, shuningdek 2011-yilda birinchi marta qabul qilingan Suriyadagi inson huquqlari holati to'g'risidagi rezolyutsiyaga ham mualliflik qilgan. Bundan tashqari, Fransiya barcha davlatlarni o'lim jazosini qo'llashga moratoriy joriy etishga chaqiruvchi rezolyutsiyani, inson huquqlari va o'ta qashshoqlik to'g'risidagi rezolyutsiyani, shuningdek Yevropa Ittifoqi tomonidan taqdim etilgan din yoki e'tiqodga asoslangan toqatsizlik va kamsitishning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi rezolyutsiyani faol qo'llab-quvvatlaydi. Ikkinchi reja xalqaro indeks va reytinglardagi o'rni. 42-rasmda Fransiyaning dunyodagi o'rnini ko'rishimiz mumkin. Politsiya 45-o'rin, ifloslanish 2-chi, climate change, ob-havoning o'zgarishi 18-o'rin, oceans 64-chi, biodiversity 169-chi, energy 14-o'rinda ekan. Umumiy 4-o'rinda. 43-rasm fuqarolik sifati indeksi Fransiyada. 17-yilda Fransiya birinchi o'rinda turgan. Dunyoga mashhur turistik maskanlaridan tortib innovatsion biznes tadbirlari, barqaror rivojlanish amaliyoti, mustahkam transport tarmoqlarigacha bu mamlakat global tendensiyalarni shakllantirishda yetakchi bo'lib qolmoqda. Fransiya birinchi o'rindagi turistik manzil deb topildi. 2024-yilda mamlakat 100 milliondan ortiq xalqaro tashrif buyuruvchilarni qabul qildi. Fransiya sayohat va turizm raqobatbardoshligi indeksida 4-o'rinni egallaydi. Mamlakat infratuzilma va tabiiy resurslar, madaniy boyliklar va turizm siyosati bo'yicha yuqori ko'rsatkichlarga ega. 44-rasmda Fransiyada global innovatsiya indeksini ko'rishimiz mumkin. 45-rasm Fransiya millatining dunyodagi o'rni. Global ranking. Gastronomiya. Fransiya dunyo bo'yicha eng ko'p Michelin yulduzli restoranlarga ega mamlakat hisoblanadi. Hashamatli mehmonxonalar, xalqaro tadbirlar, ko'rgazma maydonlarini o'tkazadi. Ko'rgazma maydonlari soni bo'yicha Fransiya Yevropada birinchi o'rinda, dunyoda esa 3-o'rinda turadi. Madaniy merosi bo'yicha Fransiyada 53 ta UNESCO Butunjahon merosi ro'yxatiga kiritilgan obyektlar mavjud bo'lib, bu ko'rsatkich dunyoda 4-o'rinni egallaydi. Ekologik sertifikatlash Fransiya jahon miqyosida 2-o'rinda turadi. Barqaror shaharlar bo'yicha eng yaxshi 20 ta shahar qatoriga Fransiyaning 3 ta shahri kiradi dunyo bo'yicha. Bordo 16-o'rin, Lion 15-o'rin, Parij 20-o'rinda. Bu barqaror rivojlanish maqsadlar. 14-reja ilm, fan va texnologiya. Fransiyadagi ilm, fan va texnologiya. 46-rasmda Fransiyadagi sun'iy intellektdan tortib oziq-ovqat va bolalik davridagi vaksinalargacha bo'lgan ilm-fan bilan bog'liq masalalar haqidagi fikrlar ko'rishimiz mumkin. 4-rasm Fransiyaning tibbiy davolash usullari, ilmiy yutuqlari va boshqa sohalardagi darajasi haqida qarashlar. Fransiyadagi ilm, fan va texnologiya uzoq tarixga ega bo'lib, u 1666-yilda Louis XIV Lidovik o'tirishi tomonidan Jean-Baptiste Colbertning taklifiga binoan fransuz ilmiy tadqiqot ruhini rag'batlashtirish va himoya qilish maqsadida tashkil etilgan. Fanlar akademiyasi boshlanadi. Ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik ishlari mamlakat iqtisodiyotining ajralmas qismini tashkil etadi. Fransiya universitetlari tarmog'i hamda asosiy tizimdan tashqari oliy ta'lim muassasalari, oliy maktablar tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Fransiya 23-yil global innovatsiyalar indeksida 13-o'rinni egalladi. 23-yil global innovatsiyalar indeksida qayd etilgan 132 ta iqtisodiyot orasida Fransiya 11-o'rinni egalladi. 23-yil iyul oyidagi Yevropa innovatsiya ko'rsatkichlari jadvalida Fransiya turk bosqich tasnif ichida kuchli innovator deb topildi. Qirq sakkizinchi rasmda fan va texnologiya sohasidagi asosiy inson resurslari Yevropada o'tkazilgan. 49-rasm Fransiya texnologiya sohasidagi yangiliklar. 24-yilda Fransiyaning davlat ilmiy tadqiqotlar uchun mo'ljallangan ilm-fan, innovatsiya va texnologiya budjeti 26.6 milliard yevroni tashkil etishi taxmin qilinmoqda. Bu 23-yilga nisbatan 1.2 milliard yevroga, 17-yildan
Yana esa 404 milliard yevroga ko'pdir. Fransiyaning ichki milliy tadqiqot va tajriba konsultlik ishlari xarajatlari 2021-yilda 63,5 milliard yevroni tashkil etdi. Fransiyaning birinchi raqamli hamkor davlati AQSh bo'lib, xalqaro hammualliflikdagi nashrlarning to'rtdan bir qismini ko'proq uning hissasiga to'g'ri keladi. Buyuk Britaniya esa Fransiyaning ikkinchi yirik hamkori bo'lib, uning ulushi Germaniyadan biroz yuqori. Mamlakatning iqtisodiy rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarning empirik tahlili umumiy 8 ta qilib olingan edi, ammo 5 ta indikator bilan yaxshi natijaga erishilgani uchun shularni oldim. Birinchisi inflyatsiya, ikkinchisi to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar, uchinchisi ishsizlik, to'rtinchisi eksport va beshinchisi valyuta kursi. Birinchi jadvalda laglanmasdan ko'rilgani, differensiallanmagan va laglanmasdan ko'ringan statistikasi ikkinchi rasmda shundan keyingi holati. Grafik tahlillashiga ko'ra, per capita eksport va FDI ko'rsatkichlari vaqt davomida asosan o'sish trendiga ega bo'lib, daraja ko'rinishida statsionar emasligi kuzatiladi. O'zgaruvchilarning birinchi differensiyalari grafiklarda nol atrofida tebranib, aniq trend kuzatilmaydi. Bu holat differensiyalangan xatarlarning statsionar ekanini ko'rsatadi. Shu sababli ekonometrik model qurishda o'zgaruvchilarning birinchi tartibli differensiyalangan qiymatlardan foydalanish maqsadida muvaffaq deb topildi. Bu jadvalda o'zgaruvchilarning test statistikasi 1% kritik qiymat, 5% kritik qiymat, 10% kritik qiymat, kuzatuvlar soni, McKinnon P qiymati, differensiyash darajasini ko'rishingiz mumkin. Jadval bog'liq va mustaqil o'zgaruvchilarning Dickey-Fielder testida statsionarlikka tekshirishning natijalarini ko'rsatadi. Bu ekonometrik model qurishda o'zgaruvchilarning birinchi differensiyalangan qiymatlaridan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi. Bu esa modelda soxta regressiya muammosining oldini olishga yordam beradi, natijalarni yanada ishonchli qiladi. Uchinchi jadval bog'liq va mustaqil omillarning pairwise korrelyatsiya chiqarilgan. To'rtinchi grafikada bog'liq va mustaqil omillarning korrelyatsiya grafigi. Jadval natijalariga ko'ra, per capita bilan ayrim mustaqil o'zgaruvchilar o'rtasida ma'lum darajadagi bog'liqlik mavjudligi kuzatiladi. Xususan, industri bilan eng kuchli musbat korrelyatsiya aniqlangan bo'lib, uning koeffitsiyenti 0,946 ni tashkil etadi va 1% darajada statistik ahamiyat hisoblanadi. Korrelyatsiya grafik natijalariga ko'ra, per capita bilan ayrim o'zgaruvchilar o'rtasida ma'lum darajada bog'liqlik mavjudligi kuzatiladi. Xususan, eksport va FDI bilan bog'liq grafiklardan nuqtalar nisbatan bir yo'nalishda joylashgan bo'lib, o'zgaruvchilar bilan iqtisodiy o'sish o'rtasida musbat bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi. Industriya bilan bog'liq grafikda ham nuqtalar to'liq bir yo'nalishdagi joylashmagan. Bu esa sanoat ko'rsatkichishining iqtisodiy o'sish bilan bog'liqligi o'rtacha darajada ekanligini anglatadi. Regressiya, linear regression, Harris modelda jadvalda ko'rishingiz mumkin. Prop f 0,0 dan kichkina, r square 73, adjective r square 0,68 nisbatan yaxshi. Chiziqli regressiya natijalariga ko'ra, model umumiy jihatdan statistik ahamiyatli hisoblanadi. F statistika 13.3 ga teng bo'lib, prop f 0,0 natija modelning ahamiyati ekanini ko'rsatadi. Va bizda matematik tenglama bor. Bu tenglama regressiya modelining iqtisodiy ifodasi bo'lib, unda inflyatsiya, FDI, ishsizlik va valyuta kursi sektoridagi o'zgarishlar iqtisodiy o'sishga salbiy ta'sir ko'rsatishi, eksport esa musbat ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Oltinchi jadvalda Bruish-Pagan testi natijasi test ko'rishingiz mumkin. Chi 0,105 dan katta. 7-chi jadvalda avtokorrelyatsiyani tekshirish natijalari, no serial correlation. Modelda qoldiqlar o'rtasida avtokorrelyatsiya mavjud yoki yo'qligini aniqlash maqsadida Godfrey Leon testi qo'llanildi.
Test bu esa model qoldiqlari o'rtasida serial korrelyatsiya mavjud emasligini ko'rsatadi. Shunday qilib, regressiya modelida avtokorrelyatsiya muammosidan xoli hisoblanadi va ekonometrik taxminlovchilarni ishonchli baholash mumkin. Testda esa model qoldiqlarining dispersiyasining doimiy ekanligini, ya'ni qoldiqlarda heteroskidastiklik muammosi mavjud emasligini bildiradi. Demak, regressiya modelda heteroskidastiklik kuzatilmaydi. Model ushbu shart bo'yicha Gauss-Markov teoremasi talablariga mos keladi. 8-jadvalda mustaqil omillarning multikollinearlikka tekshirish natijalari ko'rsatilgan. VIF 1.31 chiqqan. VIF qiymatlari 10 dan kichik bo'lgani sababli modelda jiddiy multikollinearlik muammosi mavjud emas. Bu esa mustaqil o'zgarishlarning o'rtasida kuchli chiziqli bog'liqlik yo'qligini bildiradi. Shunday qilib, regressiya modelda multikollinearlik muammosi kuzatilmaydi va model ekonometrik tahlil uchun mos hisoblanadi. Swilk, ya'ni Shapiro-Wilk testi natijasi 9-jadvalda prob z 0.05 dan katta, 0.115 dan katta bo'lgani sababli nol gipoteza rad etilmaydi bu natijada. Bu esa model qoldiqlari normal taqsimotga ega ekanligini bildiradi. Shunday qilib, regressiya modelda qoldiqlar normal taqsimlangan bo'lib, modelda ushbu shart bo'yicha klassik regressiya modelining asosiy farazlariga mos keladi. Endi grafikdan ko'rishingiz mumkin. Qoldiqlarning normal taqsimoti grafigi 5 ta berilgan. Qoldiqlar histogrammasi regressiya modelidagi qoldiqlarning taqsimotini ko'rsatadi. Grafikdan ko'rinib turibdiki, qoldiqlar asosan nol atrofida joylashgan va ularning taqsimoti simmetrik shaklga yaqin. Histogram ustiga chizilgan normal taqsimot chizig'i bilan qoldiqlar taqsimoti deyarli mos keladi. Bu holat regressiya modelidagi xatoliklar normal taqsimotga yaqin ekanligini bildiradi. Grafik natijalari model qoldiqlari tasodifiy markazlashgan holda taqsimlanganligini ko'rsatadi. Shuningdek, ushbu grafik natijalari Shapiro-Wilk normal test orqali olingan xulosalarni ham tasdiqlaydi. Demak, regressiya modelda qoldiqlarning normal taqsimoti sharti bajarilgan deb hisoblash mumkin. 6-chi rejaga keladigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasi bilan aloqalari. Fransiyaning 50-chi rasmda Fransiya va O'zbekiston prezidenti ko'rishingiz mumkin. 51-rasmda Fransiyaning O'zbekistonga qilgan importi. Umumiy $164.79 million 2024-yil bilan. Anorganik kimyo moddalari qilgan ekan, eng kattasi $122.45 million. O'zbekiston o'rtasida diplomatik munosabatlar 92-yilning 1-marta o'rnatilgan. Prezident Karimovning 93-yilda Fransiyaga amalga oshirgan tashrif chog'ida ikki davlat aloqalari poydevorini tashkil etuvchi qator hukumatlararo bitimlar imzolangan. Prezident Mirziyoyev saylanganidan buyon ikki tomonlama munosabatlar sezilarli darajada mustahkamlandi yanada. Uning 18-yilda hamda 22-yil noyabrida Fransiyaga amalga oshirgan tashriflari ijobiy turtki berdi va o'sha vaqtda bir qancha hamkorlik loyihalari hamda hukumatlararo bitimlar imzolandi. 2025-yil 12 va 13-mart kunlari Parijga amalga oshirgan davlat tashrifi chog'ida rasman e'lon qilindi bu xabar. 52-rasmda Fransiyaning O'zbekistonga qilgan eksportini ko'rishingiz mumkin. Umumiy 53-rasmda Fransiyaning O'zbekistonga eksporti qaysi resurslar bo'yicha qilganini ko'rishingiz mumkin. Umumiy $414.16 million qilingan. 2024-yil holatga ko'ra eng katta ko'rsatkichi $66.95 million bilan essential oils, atirlar, kosmetikalar va shunaqa narsalar tashkil etgan. 2024-yil Fransiyaning O'zbekistonga eksporti $414.6 million, O'zbekistonda importi esa $149 million tashkil etdi. Importning 90% ortig'ini uran tashkil qiladi. Davlat siyosati uchun budjet kreditlari, yashil iqtisodiyot, energetika o'tish va iqlim o'zgarishi masalalari, investitsiya loyihalarini moliyalashtirish, suv ta'minoti va sanitariya, chorvachilik, elektr energiyasini taqsimlash hamda Orol dengizi tufayli zarar ko'rgan yerlarni qayta tiklashda ilgari surilgan. Bu adabiyotlar ro'yxati. Shu bilan video tamom. Bu SCG'ni boshqa videoda qilib beraman.